Akli delillerden mesela bu Allah subhanahu ta'ala'nınki sünnetini qo'g'daydiganlikqa bundan bir qancha anlasangiz. Qur'ondagi yuqorqi oyatda hafizun degan shu dalil qilgan. Bu yerda zikrdan faqatla Qur'oni Karim degan ma'no chiqishi lozim emas. Chunki zikr degan so'z faqatla Qur'oni Karimni ko'rsatadigan bo'lib qolsa, mesela zikr degan maqsaddan Qur'oni Karim ko'rsatgan bo'lsa, neçilgan boshqa o'rinlarda bayon qilib, bu yerda Qur'on degan so'zlar aniq ifodalangan bo'ladi. Agar bu yerdan boshqa bir mazmun chiqmay, faqatla zikrdan Qur'onning o'z maqsadi bo'lgan bo'lsa, boshqa o'rinlarda ifodalanganda Qur'on degan so'zni sarih, ro'shan holatda bayon qilingan bo'ladi. Oyatda zikr degan so'zdan maqsad Qur'on bo'lgan bo'lsa, agar zikrda Qur'on bo'lgan bo'lsa, bu yerda biz uni nozil qildik, biz qo'g'daymiz deb almash ishlatgan bo'ladi. Arabcha zamir ishlatgan bo'ladi, Uyg'urcha almash ishlatgan bo'ladi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni agar ashad qilsa, Qur'on bo'lib qolsa, Qur'onning o'ziga xoslik. Biz uni tanzil, biz nozil qildik, biz himoya qilamiz. Zikr degan so'z bu yerda aniq ifodalanadi. Grammatikalik qoidaga asosan, mayli Uyg'urchada bo'lsin, mayli Arabchada bo'lib qolsin, söz ilgiri holatda gapning beshida aniq ifodalangan bo'lsa, keynida jumlada söz ishlatilmaydi. Uning o'rniga nima ishlatildi? Almash ishlatildi. Arab tilida bu taqimni ro'shan. Uyg'ur tilida bu mashina Uyg'ur til grammatikasini bildigan bo'lsa bu savas. Ham Qur'onning bayon uslubidimi? Söz bir qatim aniq tilg'ilgan bo'lsa, uning keynida buni almash bilan ishlatish Qur'onningki bayon uslubi. Buning dalili suraning 5ida Alif lam ra tilka ayatul kitab va Qur'onun mubin Qur'on degan so'z aniq tilg'ilgan. Agar keyingi zikrdan Qur'on bo'lib qolsa, uning o'rnini nima ishlatgan bo'ladi? Zamir ishlatgan bo'ladi, almash ishlatgan bo'ladi. Demak, bu yerda Qur'onning o'zi emas, boshqa bir narsa. U bo'lgan bo'lsa bir butun islom. Qur'on sunnat. İlahi vahiy, ilahi risalet maqsad. Demek logikalik jihatdan elib aytgan vaqtida mazkur oyatdagi zikr degan so'zningki faqatlam Qur'onni ko'rsatganlik keskinda dalil yo'q. Qayd qilganlik keskin isbot yo'q. Balki yuqorqi ishorat bo'yicha, grammatikalik qoida bo'yicha, bayon qoidasi bo'yicha, balog'at uslubi bo'yicha buni Qur'on deb xoslashtirish ehtimollikni to'liq Bu bir bütün İslam'ni, bir bütün ilahi risaletni, ilahi şeriatni o'z ichiga oldi. Bu balog'at, fasohat yoki nahvi doirasiga sazib. Ammo afsuski bular nahviga, madaniyatga, tarixga, olimga hech narsa kelmaydi. Bu sunnat inkarchi. Chunki amaliyotda islom inkarchilari. Buni yangi ifodalasak, Qur'on inkarchisi, islom inkarchisisak bularga taqib uchun maqsad shu o'qishlar. Buna asosan oyatga zikrdan maqsad nima deymiz unda esa ilahi risalet. Ya'ni ilahi din. Yoki islom dini, yoki nubuvvatning sharfidir. Bundaq desa, taqimmi munosib, taqimmi sog'lom holatda ifodalangan bu. Oyatning tafsiri mazmuni shu. Demak, payg'ambarimiz gapini deb qo'yib, ya gap so'zini deb qo'yiblarmi? Yo'l ketib qolgan maddala emas. Avlan ifodasi bo'yicha. Yoki pochtka emas, vazifasi tugaydigan. Payg'ambar alayhisalom apkagan bu din aqidasi orqali, ibodatlar orqali, axloq orqali, ijtimoiy tuzumlar va boshqa prinsiplar orqali bu hayot xaritasi, yo'l metodidan iborat. Bu xaritaning manbasi, ana manbasi Qur'on, sunnatdan iborat. Agar bu aqlni ishlatilgan bo'lsa, bir oz logik tushunadigan bo'lib qolsa, bu aqliy jihati yetarli dalil bo'ladi. Xo'sh. Allah razı olsun.